Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Dinimiz bizlarga halol nima, harom nima o'rgatib qo'ygan. Halol bilan haromning o'rtasida shubha bor. Kim shubhani tark qilsa, haromdan saqlangan bo'ladi. Agar shubhaga bee'tibor bo'lsa, qadami haromga qarab o'tib ketib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, haromdan, ya'ni bir daniq o'lchov birligi qaytarish Allohning huzurida 70 ta mabrur hajdan afzaldir. Ya'ni bitta musulmon odamni haromdan qaytargan odamga, ya'ni katta bir ajr bo'ladigan bo'lsa, bu ajrni 70 ta mabrur hajdan afzalligini aytib o'tyaptilar. Shuning uchun yomonlik qilishlikdan va yomonlikdan saqlanishlikni fazilati juda katta. Yana aytadilarki, qaysi bir inson hayotda bir muslim mo'min birodariga zarar yetkazgan bo'lsa yoki uni orqasidan har xil hiyla, nayrang, makr qilgan bo'lsa, mana shu hiyla, nayrang qilguvchi la'natlangandir. Ya'ni o'z-o'zidan la'natlangandir. Yolg'on gapirgan, yolg'on guvohlik berganlar la'natlangandir. Bir yilda bir poklanmaydigan mol la'natlangandir. Ya'ni zakoti berilmagan mablag' la'natlanar ekan. Endi biror bir kasallikka yo'liqmagan, musibat yetmagan, tanasiga og'riq yetmagan yoki bo'lmasa bir malomatlanmagan odam ham la'natlanganlar qatorida qo'shilar ekanki, ya'ni bir musibat yetib tursa, tuhmat yetib tursa, mashaqqat yetib tursa, yetishmovchilik yetib tursa, bu odam Allohga yaqin bo'lib boraverar ekan va bu bandani duolari ijobat bo'lar ekan. Hattoki payg'ambar alayhissalom aytadilarki, mo'minning badaniga kirgan bitta zarabchani og'rig'i ham ana shu bilan ovora bo'lib qolishligi ham o'sha mo'minning gunohiga kaforat bo'ladi deganlar. Shuning uchun azizlar, ba'zan siz haqingizda, men haqimda har xil gaplarni gapirib yuradigan odamlar bor. Shunaqangi odamlar sizni ustingizdan ig'vo qilib yuradi. Ertalabdan kechgacha yomonlashlikdan charchamaydi. Demak, mana bu